Ushbu kurs konchilik sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Kurs materiallari juda ham qiziqarli qilib tayyorlangan. Asosiy sujet Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navoiyga sayohat qilib, mutaxassislarni dasturiy ta'minot bo'yicha o'qitadigan asosiy qahramon Tim Miller sarguzashtlari asosida qurilgan. Materiallar juda ham qiziqarli qilib tayyorlangan va bu ayniqsa konchilik sohasidagi mutaxassislar uchun juda jozibador va qiziqarli hisoblanadi. Materiallarni o'zlashtirish mobaynida qatnashuvchilar turli xil texnik vositalardan, sun'iy intellektdan, Quizlet kabi programmalardan qanday qilib ish faoliyatlarini samarali tashkillashtirishni o'rganadilar. Bundan tashqari men konchilik sanoatida faoliyat yuritadigan barcha mutaxassislarni ushbu kursga qatnashishlarini xohlab qolardim, chunki bu ular uchun juda ham foydali bo'lib, kurs davomida ingliz tilida qanday qilib muloqot qilish, texnikaga oid maxsus terminlarni o'rganish, email orqali elektron xat yozish va qabul qilish, konferensiyalarda texnikalardan qanday foydalanish kabi ko'nikma va malakalarni muvaffaqiyatli o'rganishlariga yordam beradi.